Kim olib keldi bularni? Qayerdan kelib qoldi? Yomg'irdan keyingi chiqqan qo'ziqorinli butun respublikani hamma yo'g'ini egalladi. Shu kerakmidi bizga? Shu savolni qo'ymoqchiman. Kim kafolat beradi? Ertaga shu Xitoylar ko'payib ketib, qanday usullar bilan butun yurtimizni, butun elimizni egallamaydi? Kim ayta oladi? Ular keyinchalik kelib bu yerda egallab turib, bizga faqat yaxshilik qilmasa kerak. Uyg'urlar hayotiga bir nazar tashlaydi-da. Şinjan Uyghur Avtonom Respublikasi hamma joylarda, Yorkentda, Xotanda, Shinjonda, G'uljada yashab kelmoqda. Ularni hozirgi kunlarini tasavvur qilyapsizlarmi? Axloq tuzatish deb, axloq tuzatish lagerlariga, boshqalarga qamal qilib, boshiga nima kunlar solyapti. Tilini unutishga majbur qilyapti, dinini unutishga majbur qilyapti. Bu xalqdan yaxshilik chiqmaydi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel ahibetil muttaqin ve salatu ve selam ala seyyidina ve habibina Nabiyina ve Muhammedin ve alihi ashabi ecmain amma ba'd. Assalomu alaykum. Hurmatli Aziz Rahman kanalini kuzatuvchi birodarlar. Ro'za Ramazon kunini mana ikkinchi 10 kunining yakunlarida sizlar bilan uchrashtirgandan g'oyat mamnunman. Zira tutgan ro'zalaringizni Alloh dargohida qabul aylasin. Qalblaringiz pok bo'lib, bilib bilmay qilgan barcha gunohlarimizni Alloh mag'firat aylab, bir-birimizga mehrimiz bundan ham ziyod bo'lsin. Amin. Mana tarovih tasbihida har kuni eshityapsizlar. Avvali rahmatin, absatu mag'firatin, oxiri fi itkin minan var. Birinchi 10 kunlik rahmat 10 kunligi bo'lsa, ikkinchi 10 kunlik mag'firat 10 kunlik, uchinchi o'rinki absat oxirgi itkiminanlar. Ya'ni do'zax o'ti bekor qilingan ro'zadorlarga kun ekan. Alloh hammamizni shu kunlarga yetkazsin. Amin. Endi menga ko'plab murojaatlar, telefonlar, boshqalar bo'lyaptiki, Xitoy haqida fikrimlarimni so'rayapti. Nimaga indamayapsiz? Nimaga jimsiz deb. Yuqorida hozir eshitganlaring meni 1 yil burun aynan mana shu matbuotlarda bo'lsa kerak shu Xitoylar haqida ba'zi bildirgan fikrlaridan bir lavhaydi. Endi Xitoy davlati asosan tashkil bo'lganiga nazar soladigan bo'lsak, 49-yilda davlat boshiga Chiang Kai-shek vafotidan keyin Mao Zedong kelib 27 yil davomida, ya'ni 76-yilgacha boshqarib, o'sha payt ichida Xitoy o'zida juda ham qattiq qiynalib, hatto butun aytaylik chuvalchanglar, qo'ng'izlar, hasharotlar, katta kesak deymizmi, sassiq ko'zan deymiz, nima baloni yeb, u ham yetmaganda turpoq yeb, shishib bir 3 milliondan oshiq odam o'lib, shunaqa hollarda o'sha 63-yillarda ko'rgan xalq bu. Bular yashashga intiladigan xalq. O'shanda mavzuda bularni o'zini yeri, mahallasi, mahalliy chiqayotgan oziq-ovqatlari o'sha paytga nisbatan boqolmasligini hisobga olib, aytaylik bir 20 ming xitoyliklarni Amerikaga borib yashashni tavsiya qilgan, Amerikaga ketgan. Mavzudan Stalin bilan do'st bo'lgan, Stalindan so'raganki, 20 ming aholimda o'sha uzoq sharqqa joylashganini bermaysiz, joy berasizmi? O'sha yerda yashasa Xitoylar sizga xizmat qilsa deganda, shunday javob berganki, o'zimda 200 million aholim yetadi. Sen 20 million, 20 million aholingdan ko'ra degan gaplarni aytgan. Endi bu gaplar shunchaki ma'lumot o'rnida gapirdi. Xitoyliklar bizga nima beradi kelsa? Xitoyliklar nimaga kelyapti? Xitoyliklar kelishi qachondan boshlangan? Shu savollarga javob topadigan bo'lsak. Xitoyliklar men bilganim o'sha Islom Abdug'aniyevich Karimov prezidentlik paytida mana shu hozirgi hamma o'tib yurgan Qamchiq dovonida ikkita tunnel deymiz, tunnel turibdi. Shu tunnelda o'sha nimada yutishib olgan. Nima deydi? Hali auksionda tenderda yutib olgan. Yutib olib başında kelgan. Undan oldin ham Xitoylar bor edi. Bitta narsaga urg'u berib aytamanki, hech qanday Xitoy fuqarosi o'z-o'zidan bizga kelib qololmaydi. Kimgadir salom beradi, bizda korrupsiya yaxshi rivojlangan. Kimgadir kallashli dollarlar tashlaydi va shu yo'llar ochiladi. Mana birinchi
qurilishga bo'ladigan bo'lsa, keyin meditsinaga ochildi. O'zimizni meditsina yetmasmidi, o'sha 1 yil bir kun chiqishimda aytganman. Meditsinaga ochildi. Xitoyda qanday chala doktorlar kelib, hamma yoqda shunaqa bir klinikalar qurib, bizni xalqni davolashdan o'rniga zaharlab, nima qanaqadir amaliyotlar o'tkazyapti, buni o'zi biladi. Ikkinchidan, endi hozir investorlar pul tikish ikki usulda. Birinchisi, Xitoy davlat to'g'ridan-to'g'ri qarz berishi davlatlarga. Ikkinchisi, o'sha qarzni o'zlari ishlab, ya'ni mana hozir yangi bitta ma'lumotni kecha televideniyada eshitib qoldim. Namanganda o'sha investorlar bilan uchrashuv bo'ldi. Namangan viloyat hokimligi bilan. Davlat tomonidan 84,5 gektar yerda ajratib berilgan chetga xitoyliklar maktablar, o'quv muassasalari bilan birga 1000 ta savdo nuqtasi, savdo nuqtalari, ya'ni savdo do'konlarimi, shunaqa magazinlarni qurar ekan. Endi hisob-kitob qilinglar. 1000 ta Xitoy savdo nimasida nechta odam ishlaydi? 4 tadan 5 tadan odam ishlaydigan bo'lsa, kamida 5000 ta odam. Qurilishga endi o'shancha odam kelar. Erta o'zlariga yashash joylar quradi va maktablarda ham o'sha Xitoy tillarini o'qitib, bizga o'zining madaniyatini singdirishga harakat qiladi. Mana hozir kuni televideniyada shu YouTube kanallarida ko'rib turibmiz, Xitoylar bayroq ko'tarib olib, enasini uyida yurgandek yuribdi. Biz indamayapmiz, agar o'zimizkilar chiqsin, noqonuniy miting qildi deydi. Darrov uni ustidan qandaydir hujjatlar to'kis ma'muriy javobgarlik to'g'risida javob berishimizga to'g'ri keladi. Bular uchun javob yo'qmi? Mana kechagina yana shu Farg'onada shunday voqeaga qulog'im tushib qoldi. Farg'onada hindlar, bular ham ko'pchilik xalq. Bular ham 1,5 milliard atrofida. O'qiyotgan shu talabalar o'zlarining Holli bayramini nishonlabdi. Ko'chalarda yugurib yurib, ya'ni Holli bayramlarda bir-biriga bilashlar, ranchachadi, boshqa qiladi. Bizni enasini uyida, bizni Farg'onada mana shu ishlarni qilyapti. Kim ruxsat beryapti? Shahar bedorg'azami? Davlatni boshqaruvi yo'qmi? Qani o'sha Farg'ona viloyatining hokimi qayerga qarayapti? Ichki ishlari-chi? Nimaga xalqqa chora ko'rib aytib qo'ymaysiz? Nimaga Toshkentda shunday shahar a'zoni 60% joyida ataylik reklama vampirlarini hamma yoqqa shunday yopishtirib tashlab o'zlarining madaniyatini targ'ib qiladi. Bizni o'zimizning madaniyatimiz yo'qmi? Bizga Xitoylar keragi yo'q. Mendan so'rasa, Xitoy ishlarga yordam beraman, zarar beraman. Menga umuman Xitoylar keragi yo'q. Endi mayli investorlar deymiz, puldorlar kelyapti ekan. Samolyotda har kuni bitta samolyotda 250 ta odam kelsa, 240 ta, 245 ta Xitoylar kelyapti ekan. Bular hech kim emas. Hech qanday qo'lda hunari yo'q. Nari borsa quruvchi, nari borsa shopirdir, yana borsa dehqondir. Boshqa hech kim emas. Bular nimaga kelyapti? Kim chaqiryapti bularni? Bularda yozilmagan qonuni. Bir yerda shunday borgandan keyin bittasi hali asalari bir yerda gulchangda oqtarsa, boshqa asallarga yetilib boradi, shunday kelaveradi orqasidan. Endi o'sha kelganlar ertaga ularga ish yo'q-ku. Kimlardir ularni orqasidan hali otikalasida yana haligini olgandan keyin noqonuniy ko'rgazmalar chiqadi. Fermer xo'jaliklari 5 tadan 4 tadan Xitoyliklar ishga olasan dehqonchilikka. Mana ish kuchi senga. Mana bularni ishlatasan deb turib. Shu to'g'ri keladimi bizga? Endi gapirsa gap ko'p. Bu Xitoylar avval juda muloyim bo'lib kelib olib turib, keyin sekin hunari chiqadi. Undan keyin eng xavfli narsasi aralashib ketadi har qaysi millatga. Bular ko'pchilik, biz ozchilik. Ozchilik doim ko'pchilikka singib ketadi. Singib deganda, mana sizlarga men tarixda jinday gapim ko'p bo'lib ketyapti, eslatib qo'yay. Mo'g'ullar bizga kelib o'sha bizni bosib olib, O'rta Osiyoni jami o'sha hozirgi Turkiya xalqlari yashaydigan joyda bosib olgandan keyin o'sha yerga no'yonlar tayinlanib, o'sha aytaylik mahalliy xalq bilan nikoh tuzib, boshqa qilib birlashib ketgan. Lekin biz ko'pchilik Mo'g'ullar ochchiligi Mo'g'ullar singib ketdi, yo'q bo'lib ketgan. Bizning qonimizda istaymizmi, yo'qmi Mo'g'ullar qoni bor. Buning uchun kimdir meni tanqid qilish mumkin, so'kish mumkin. Men o'zim o'zbekman, o'zbekni Bayovut urug'idanman. Bilaman, men 7 shajaramni baribir o'sha qonimizda Mo'g'ul qonlari bor. Gap yana boshqa qilib o'tib ketib ketyapti.
agar bunaqa ketish bo'ladigan bo'lsa, mana hozirgacha bir 300 ta nikoh tuzilibdi. Ya'ni 300 ta ham bizni ayollarimiz to'ylarga turmushga chiqdi. Ertaga 500 ta, indinga 1000 ta bo'ladi. Ko'zlaringizni ochinglar. Qonun bilan yoki mana o diniy bizni ulamolarimiz o'sha g'ayridinlar bilan nikohda bo'lmaslik haqida tushuntirib, bu yo'ldan qaytinglar. Bizga kerak yo'q. Agar hozir shu nikoh shu Xitoylarda barham bermasak, ertaga kech bo'ladi. To'g'ri, yerlar sotilgan yo'qdir, ijaraga berilganlar. Qanchaga? Eng kami 20 yilga, 49 yilga yo qozi o'ladi, yo eshak o'ladi degandek. Ungacha biz albatta yo'qib ketamiz. Bizni farzandlarimiz, zurriyotlarimiz nima kunlar ko'radi? Yana takror aytamanki, men shu Xitoylar kelganidan noroziman. Chiqib ketsin. O'zini borgan joyda yurtida borsin. Bizni tinch qo'ysin. O'zimiz qilib olamiz, hamma yo'q kerak bo'lsa, boriga chidab yashaymiz. Ulardaqa boy bo'lishda bizga keragi yo'q. Endi gapirsam gaplarim ko'p, bor gaplarim shundan iborat. Yaxshirab o'ylab ko'ringlar. Meni tanqid qiladiganlar chiqadi. Bitta joyiga Anvar Muxtor Ali to'g'ri gapirdi. Xitoy allaqachon butun dunyoga kirib bo'lgan. Haqiqatda ham bozori bilan, arzon garov materiallari bilan, matoha bilan kirib bo'lgan. Kerak bo'lsa o'sha matohani ham kerak yo'q. O'zimizni qimmat bo'lsa ham o'zimizgidan qolmaylik. Salomat bo'linglar. Yanagi efirlarda uchrashguncha xayr.